ish qiling. Manosh, Nima? Sizga nima kerak hozir bu bolani orqasidan? Nima obro'y kerakmi? Podpiska nima kerak? Podarkami, donatormi, qaysi biri kerak, ha? Hammasini berdim, obollizmi, bo'lingni tinch qo'ying naxoy. Tinch qo'ying bo'ldi, obolliz bo'lib Agar menga sher urgani og'ir botgan bo'lsa yaxshi qiz. Eshiting meni. Agar menga sher urgani alam qilayotgan bo'lsa ajab bo'pti. Tushundingizmi? Ajab bo'pti. Roziga osilmang, yana ham kuzatasiz. Yana ham kuzatasiz. Yana ham kuzatasiz. Menga qarang Nanosh. Yana ham kuzatasiz. Agar shu menga sher urganlarni ko'rib qo'ygan bo'lsangiz, yana ham kuzatasiz. Narochi bor-ku, shartdan ketyapti. Nanosh asliga shart berasan, men Madlinga shart beraman. Ko'p ichmang. Ichishmasdan sizdan so'ramayman. Madlin shartdan. Xotini bor odamga bunchalik osilmang, yaxshimi? Xotini bor. Menman xotini. Qising demagan sari. Menman xotini. Qanjiq asabingizni o'ylab bo'lsangiz, Sen dedim sizga. Sen dedim, menga birinchi keltirib bering-da. Keyin menga gapirasiz. Tushundingizmi? Siz kimsiz o'zi? Qani chaqiring. Qani yeringizni chaqiring chiqadi. Ichi qora bo'lgancha boshqa qilib o'tiribsiz. Astag'firullah. Alam qilyapti dedi-da, alam qilyapti. Boshqa narsa yo'q bo'ldi. Menga agar o'zimni erim sevgilim. Biz ko'p ichmaydi, o'zini ko'rsatib, go'stlariga olib o'tirib, yaloqlar qilishadi. Bu kunlari o'ylay. Sizlar nimaga qo'yasizlar? Ha, yigit qurib qoldi. Ha, yigit qurib qoldi. Lopma-lopga ham urishishga ham gaplashishga ham kuchim yetadi, qizlar. Qisib yurlaring. Qisib yurmayman. Qo'lingizdan kelganini qiling. Qisib yurmayman. Bundan mana eshiting. Blichkada bitta so'z yozmagandim. Endi bundan keyin ko'rasiz. Tushundingizmi? Bir so'z, bir nuqtasi ham bo'lib ketasiz. Nomer ham almashmaganmiz. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Mani birinchi o'zlari tortdi. Tushundingizmi? Bitta sikani qoqadi ketadi. Men birinchidan sizga erishganman. Tushundingizmi? Bitta o'ntali. Ovozingni yopdim, qanjiq. Ovozingni yopdim. Nima gapiryapsan, menga bashim bitara. Keks. Bos kerak, bu qarang, ko't torligini. Menga bitta sherni ko'tara olmayapti. Bitta sherni. Ali aka menga sher bilan TikTok urdilar. Shunda nima bo'ladi? Biz yotgan bo'lamizmi? G'alati. Menga yordam qildilar. Keksda 5. Ali akani ham orqasidan chiqib yurmang. Meni Ali akamni tinch qo'ying deb. Yirtib qo'yaman. Yo'q, men o'zim erim uchun so'rab olaman Luboy. Ayog'ini zanjirlab tamom nima qilasan, qizlar bilan tortishib. Uringlar. Yo'q, Ali aka buni ovozini yopganman deb qarang. Ali aka qilsam mayli dedi. Men urib bering demaganman. Men chaqiring demaganman, batiga torting demaganman. 5x. Mana shu sipo qanjiqlar aybdor. Buni hojin ko'zini tutmasa bu qog'ozga bermaydi na qo'y. Ya bilmayman, qatdan bilaman. Bu qizni birinchi marta ko'ryapman. Erim deydi, Sardor, men Sardorning xotini borligini bilmagan ekanman. Tavba. Yo, ishlar aytaman-da chiqadim. Shunaqalar ham ko'payib ketdi. Nima qilamiz endi? Yosh qizlar uyolmaykan ham bular. Sardorni o'zi biladimi xotinligingni asli?